Assalomu alaykum yurtdoshlar. Men Qoraqalpog'istondan Ellikqal'a tumani Koinot mahallasidan Andijondagi Muhammadjon tabib asalari davo klinikasi, xususiy klinikasiga keldim. 3 yil bo'ldi, mazam yo'q edi. To'timda tosh bor edi. Rosa bezovta qilib, mazam bo'lmay, o'sha singillarim sababli keldim. Ketma-ket 2 kurs lecheniyani olib qaytdim uyga. Uyda 4 kun dam olib, nevaralarni ko'rib, davolab, qaytadan 3-kurs, 3-4 kursni olgani keldim. Allohimga behisob beadad shukr. Yaxshiman. Oyoqlarim bosishga qiynalardi. Yuguraman Allohga behisob shukr, katta so'zlar avvalman yugurib yuraman. Allohim hammani yuzini yorug' qilsin. Avvalambor bular shu elga xizmat qilib, xolis Alloh yo'lida nima qilgan ekan, Alloh rozi bo'lsin, hamisha Alloh panohida bo'lsin. Rahmat aytaman men kattakon oilasiga, hammalariga.